Voydo, Shahzod boy jigar. Minmagan aparatingiz qolmadi. Orba nimani meni maza qilyapsamikin deyaptimiz. Mana O'zbekistonda konkurenti yo'q bo'lgan haqiqiy Mercedes GT 63S. Hozirroq bitta like bosib qo'ying-da, hamma yaqinlaringizga tarqatib tashlang. Haqiqiysi bu. Nomerga yana bitta alohida, bitta silliqqina like bosib qo'ying. Bu mashinani hozir olib kiraman desangiz $300,000 turadi. Bu haqiqiy GT 63S. 800 ot kuchidan ko'proq ot kuchi shuni dunyodagi eng tez yuradigan 4 eshikli sedan mashinasi hisoblanadi. Ham sport kar qilib, ham oilaviy yurmoqchi bo'lib, sekin yursangiz ham ishoning yaxshigina adrenalin beradi. Bu mashina kraskasi top-toza 2019-yil 34,000 probeg. Aytdimmi? 2 sekund tasavvur qiling 0 dan 100 gachasi. Voydod, O'zbekistonda 2 dona turadi. Hammaga nasib qilsa shunaqa mashinalarni minish. Qarang. Qiynamasdan gazni bossangiz ham shu ovozni o'zi sizni ishoning etlaringizni jimishtirib yuborar ekan-ku. Bu mashinani qarang, saloni buyurtma akustika sistema, head-up display, panorama. Mana bu o'rta konsol qismlaridagi boshqaruv knopkalarni qarasangiz-chi, haqiqiy raketa bo'layapti. Sizga rostdan boshqacha emotsiya beradi bu mashina. Srachniga 140 mingga bosib yuborsangiz bo'ladi. Shonay maza qilib yuborasiz. Hamma narsani meni maza qilib bo'lgan bo'lsangiz, endi buni ham bitta meni maza qilib ko'ring.